xo'jayinim echkichilik sohasiga qiziqadi. Biz oldindan 5 ta echkimiz bor edi, joydari. Buni sotdik-da, ustiga pul qo'shib, xo'jayinim qiziqishi tufayli xorijdan keltirilgan Zanisk paroda echki olib keldi. Buni ko'paytirish uchun hokim yordamchisiga murojaat qildik. 10 million kredit oldik. Va 3 ta echki oldik yana. Buni hisob-kitob qilib ko'rdik, asosan sut mahsuloti uchun. 15 mingdan suti. Har biridan bir kunga 4 litrdan sut olaman. 4 tasi suti o'rtacha 200 ming atrofida bo'ladi. Bir kunga 50 minglik yemish bergan taqdirimizda ham 150 ming sof foyda qoladi. Uskunani o'zimiz qo'limizdan tabiiy yasaganmiz. Mana shunday sog'iladi. Buni sutidan sariyog', qurut, chakki qilib foydalanib daromad qilyapman. Chakkisi 60 ming, quruti 200 ming, sariyog'i 300 ming. Daromadi yaxshi. Ro'zg'orimizni obod qilyapti. Bir sigirni suti qatori men sut beryapti. Shunday sharoitlarni yaratib bergan prezidentimizga katta rahmat.